Ayollarni erta uyg'otmang, ularga ko'proq uyqu kerak. So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayollar organizmi, ayniqsa miya faoliyati kun davomida erkaklarga nisbatan ko'proq yuklama ostida ishlaydi. Bunga sabab bir vaqtning o'zida bir nechta ishni bajarish, yuqori emotsional yuklama va kundalik stress. Olimlar ta'kidlashicha, miya qanchalik faol ishlasa, uni tiklash uchun shunchalik ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Shu bois uyqu ayollar uchun oddiy dam emas, balki to'liq tiklanish jarayonidir. O'rtacha hisobda ayollarga erkaklarga qaraganda kuniga 20-30 daqiqa ko'proq uyqu zarur. Bu kichik farqdek tuyulsa ham organizm uchun muhim ahamiyatga ega. Agar yetarli uxlanmasa, stress darajasi oshadi, asabiylik kuchayadi, diqqat va xotira pasayadi hamda umumiy sog'liq yomonlashadi. Mutaxassislar fikricha, doimiy uyqusizlik uzoq muddatda jiddiy sog'liq muammolariga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ertalab ayolni majburan uyg'otish uning kayfiyati va sog'lig'iga salbiy ta'sir qilish ehtimoli yuqori. Siz bu fikrga qo'shilasizmi yoki bu shunchaki bahonami? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.